Birinchi savol ishlaymiz. Geli necha mol demak. Geli 4 grammi 1 mol bo'ladi. 8 gram so'rayapti. Qancha deb proporsiya qilsak, 8 bir ko'paytirib 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 2 mol bo'ladi. Javob A bo'ladi. Birinchi savol ishlaymiz. 12,6 gram nitrat kislotani molini so'rayapti. Nitrat kislotani molar massasi 63 bo'ladi. 63 grammi 1 mol bo'ladi. Bizda 12,6 gramda qancha deb hisoblayveramiz. 12,6 ni ko'paytiramiz, ya'ni 1 ga bo'lamiz 63 ga. Shunda 0,2 mol bo'ladi. Javob A bo'ladi. 9-birinchi savol ishlaymiz. Birinchi savolni ishlaymiz. Bizda savolda qaysi metalning 0,2 moli 4,8 gram degan. Shunda 4,8 i 0,2 mol bo'lgan. 0,2 mol. 1 molini aniqlash kerak. Shunda biz savolni 4,8 ni ko'paytiramiz 1 ga, bo'laveramiz 0,2 molga. Shunda javobimiz 24 bo'ladi. 24 lik molekulyar massa bu magniy bo'ladi. Shunda javobimiz C bo'lgan. 6-birinchi savolni ishlaymiz. Bizda savolda 0,2 mol 27,2 gram bo'lgan modda formulasini ko'rsating degan. Endi savolni ishlaymiz. 27,2 gramimiz 0,2 mol bo'lgan. 1 molini aniqlash kerak ekan. Shunda x'imizni hisoblash uchun 27,2 ni ko'paytiramiz 1 molga, bo'laveramiz 0,2 molga. Shuni hisoblasak 136 bo'ladi. Shunda 136 lik massa kalsiy sulfat bo'ladi. Isbotlab ko'ramiz. Ya'ni kalsiy massasi 40 qo'shilgan, oltin go'rtniki 32 qo'shilgan, kislorodniki 16, 4 ta atom bo'lgani uchun 16 ni 4 ga ko'paytirsak 64 bo'ladi. Shunda hammasini qo'shib olsak 40 ni 32 ga qo'ysak 72, 72 ga 64 ni qo'ysak 136 bo'ladi. Shunda javobimiz B bo'lgan. 7-birinchi savolni ishlaymiz. Bizda savolda 12 gram magniy va 4 gram kalsiydan iborat aralashma necha mol debdi. Endi magniy molekulyar massasi davriy sistemada 24 ga teng. 24 da doim 1 mol bo'ladi. 12 gram magniy necha mol degan. 12 gramida x teng noma'lum. Shunda 12 ni ko'paytiramiz 1 ga, bo'laveramiz 24 ga. Shunda 0,5 mol bo'ladi. Shunda bu 0,5 mol bo'lgan magniy. Endi kalsiyni hisoblaymiz. Kalsiy davriy sistemada molekulyar massasi 40 ga teng. 40 imiz doim 1 mol. 1 mol. Va 4 gramida berilgan 4 gramida necha mol degan. X ni hisoblasak 0,1 mol bo'ladi. 0,1 mol. Endi ikkalasini yig'indisini so'ragan. Ikkita mollarni qo'shib olamiz. 0,5 ga 0,1 ni qo'shib olsak 0,6 mol bo'lgan. Shunda javobimiz B bo'ladi. 8-birinchi savolni ishlaymiz. Metan bor ekan. 16 gram 1 mol. Shuni 4,8 mol gramini so'rayapti necha mol deb. 0,3 mol. Va karbon tangidrot bor ekan. 44 gram 1 mol. 8,8 grami x teng necha mol? 8,8 grami 0,2 mol. Shuni yig'indisini so'rayapti. Shunda 0,3 mol plus 0,2 mol teng 0,5 mol. Shunda javobimiz A javob. 9-birinchi savolni ishlaymiz. Bizda savolda 0,2 mol nitrat kislota va 0,5 mol sulfat kislotadan iborat aralashma necha gram degan. Nitrat kislota formulasi HNO3 bo'ladi. HNO3. Molekulyar massasi 63 ga teng. O'sha 63 1 mol. O'zi mol berilgan 0,2 molida necha gram degan.
x teng. Buni topish uchun 63 ni ko'paytirish kerak 0,2 molga, bo'lib o'rish kerak 1 molga. Shunda 12,6 bo'ladi. Shunda x'imiz 12,6 chiqadi. Endi keyingisi sulfat kislotani 0,5 moli necha gram degan. O'zi sulfat kislota molekulyar massasi 98 ga teng. 98 da 1 mol 0,5 molida x ni hisoblaymiz. Xuddi nitrat kislotaga o'xshab hisoblaymiz. Buni ham 98 ni 0,5 ga ko'paytirib 1 ga bo'lamiz. Shunda 49 gram bo'ladi. Endi ikkalasining yig'indisini so'ragan. 12,6 ga 49 gram qo'shsak, shunda 61,6 gram bo'ladi. Shunda javobimiz D bo'ladi.